Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan oddiy chuchvara emas, kayfiyatni ko'taradigan chuchvara tayyorlaymiz. Videoni kuzatishda davom eting. Bizga kerak bo'ladi 1 piyoladay qizil lavlamining suvi kerak bo'ladi. 1 piyola suvini quyib, tabga ko'ra tuz, un solib, qattiq xamir holatiga keltirib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni zuvalaqib, stretchlab chetga olib qo'yamiz va ikkinchi xamirimizni tayyorlaymiz. Ikkinchi xamirimiz uchun esa ismaloqli suvdan foydalandim. 1 piyolada ismaloqli suv quyib, tabga ko'ra tuz, un solib, buni ham qattiq xamir holatiga keltirib olamiz. Xamirimni ham yoyib tayyorlab oldim. Endi go'shtli qiymamizni solib, birin-ketin baraklarimizni bugib chiqamiz. Mana svetoforli chuchvara bo'ldi. Keyingi safar sabzi suvidan ham qilsam, albatta svetofor bo'ladi. Ranglari har xil bo'lsa ham, ta'mi lekin o'sha o'zimizning milliy taom. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.